Assalomu alaykum hurmatli kitobxon. Bir xatoning ming jafosi kitobini yozilishiga turtki bo'lgan omillar to'g'risida qisqa to'xtalmoqchiman. Men 1979-yil Navoiy tumani hududiy elektr tarmoqlariga elektromonteur lavozimiga ishga qabul qilindim. 3 yil davomida elektromonteur lavozimida faoliyat ko'rsatib, bir narsaga guvoh bo'ldimki, bu xavfsizlik texnika qoidalarini buzish nima sababdan shu baxtsiz hodisalarga yo'l qo'yilishiga juda katta e'tibor qaratdim. Agarda respublikamizni qaysi viloyat, qaysi tumani, qaysi burchagidan qat'iy nazar sohada bir baxtsiz hodisa sodir bo'ladigan bo'lsa, shunday tartib o'rnatilganki, butun respublikada 60 mingdan ortiq ishchi xodimlar orasida bu baxtsiz hodisa muhokama qilinadi. Achinasam yosh yigit, achinasiz 40 yoshga kirgan navqiron zabardash ishchi, achinasizki olmishni qoralab pensiya nafaqaga chiqishga ozgina qolganda har xil xatoliklarga yo'l qo'yib baxtsiz hodisaga giriftor bo'ladi. Biron bir baxtsiz hodisa qanaqadir himoya vositasi, qanaqadir ehtiyot qism, qanaqadir ishlab chiqarish bilan bo'lgan bir omil sabab bo'lmasdan oddiygina e'tiborsizlik tufayli baxtsiz hodisaga yo'l qo'yiladi. Shu baxtsiz hodisaga yo'l qo'ymaslik uchun juda katta tadbirlar o'tkaziladi. Masalan, tinchlik zamonda oiladan o'g'ilni, otadan farzandni yoki yosh kelindan umr yo'ldoshini ayirishga sabab bo'ladi. Mana shu narsa meni yuragimdan o'tadi. Qayg'uramiz, qanday qilib shu baxtsiz hodisani oldini olamiz deb o'ylab, mana shu kitobni yozilishiga sabab bo'ldiki, shu kitobda 35 ta taqdir bor. Bu taqdir uydirma emas, to'qima emas. Hammasi respublikamizda qayerdadir, qaysi tumanida bo'lgan baxtsiz hodisalar hisoblanadi. Bu kitobni o'zbek tilida yozib, chop ettirib, viloyat, tuman elektr tarmoqlariga tarqatildiki, o'qib 10 ta odamdan bittasi shu xatolikka yo'l qo'ymasa, yoki 100 ta odamdan bittasi shu xatolikka yo'l qo'ymasa, yoki qo'yaveringki, bir odamning hayotini, bir insonning hayotini shu baxtsiz hodisadan saqlab qolamizmi degan umidda shu kitob yuzaga keldi. Maqsadimiz tinchlik zamonida har bir ishchi xodimni asrab qolish, har bir ishchi xodimni sog'-salomat kelib uyga qaytib sog'-salomat yuborishdan iborat. Biz yana bir marta qo'l urdikki, agar chuqur muhokama qilib ishlarimizga yetkazsak, bo'ladigan baxtsiz hodisalarni kamaytirgan yoki oldini olgan bo'lamiz degan umidda bu ishtirishni olib bormoqdamiz.